Davom etamiz. O'xshash ekan bu savolimiz, bu ham o'xshash. 43. Nitrat kislotani juda suyultirilgan eritmasiga natriy qo'shildi. Reaksiya tugagandan keyin eritma bug'latildi. Quruq qoldiqqa U3 kaliyni qaynoq eritmasi. Hozir natriy nitratni o'zi hosil bo'ldi desak, unga kaliy OH qo'shganimizda foydasi yo'q. Reaksiya ketmaydi. Bu yoqda yana qanaqadir tuz chiqishi kerak. O'tkir hidli gaz chiqdi. Bu yoqda o'tkir hidli gaz amonyak. Ammoniyak tuzlarga ishqor qo'shilsa o'tkir hidli gaz chiqadi. Bu narsani siz nazariy o'qib bilib olgan bo'lishingiz kerak. Mana shu joyda sizga belgi beryapti. O'zi birinchi mana bu yerda yuqorida aytilgan juda suyultirilgan desa o'zi ammon nitrat chiqardi ko'p reaksiyalarda. Bu yoqda birinchi belgini berdi. Ikkinchisi bilmasangiz muallif endi U3 kaliyni qaynoq eritmasini qo'shyapti va mana bu yerda qaynoq eritma degan joyiga ham e'tiborli bo'lasiz. Agar sovuq eritma bo'lganda amonyak suv bilan ammoniy gidroksid bo'lib eritmada qolishi mumkin edi. Agar qizitsak ammoniy gidroksid parchalanib amonyak o'tkir hidli gaz chiqadi. Mana shu yerdan bilib olsak bo'ladi. Mana o'tkir hidli gaz chiqdi, juda suyultirilgan eritma, qaynoq eritma, mana shu yerdan bilsak bo'ladi ammoniy nitrat hosil bo'lganini. Shuning uchun natriy bilan nitrat kislotani reaksiyasini yozib, ammoniy nitrat hosil qildik natriy nitrat bilan birgalikda. Endi mana shu kaliy gidroksid ammoniy nitrat bilan ta'sirlashadi, amonyak kaliy nitrat suv hosil bo'ladi. Aytayapti bizda bu gaz yig'ib olinib misik oksid bilan reaksiyaga kirishganda, demak bu reaksiyalarni misol uchun 3-reaksiya kitobda yozilgan. Qayerda yozganini xohlasangiz izohga yozib ketsangiz bo'ladi. Mana azot chiqadi. Aytayapti oddiy modda bu yoqda mis va azot bor. Temir sulfat bilan mis reaksiyaga kirishadi, azot kirishmaydi. Mis reaksiyaga kirishganda temir sulfat va mis sulfat hosil bo'ladi. Reaksiyalarni hammasini yozib tenglab oldik. Ikkinchisida so'rayapti 1.6 mol natriy birinchi reaksiyada sarflansa hosil bo'lgan tuzlarni molini toping. Demak 8 mol mana ko'rinib turibdi. 8 mol natriy sarflansa 1 mol ammoniy nitrat va 8 mol natriy nitrat. Umumiy 9 mol suv 9 mol tuz hosil bo'lar ekan. 1.6 mol natriy sarflansa qancha tuz hosil bo'ladi? 1.8 mol ekan. Uchinchisi 4-tajribada 0.2 mol oddiy modda, ya'ni mis sarflansa qancha temir tuzi hosil bo'ladi? 1 mol mis sarflansa 2 mol, ya'ni 304 gram temir sulfat hosil bo'ladi. 0.2 molidan 60.8 gram temir 2 sulfat hosil bo'ladi ekan. Shunday do'stlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.